Hammaga assalomu alaykum. Har doimgidek sizlar bilan Sardor Vlog kanali. Hammangizni yangi yil bilan tabriklayman. Bugungi video Telegram akkauntingizga qanday qilib kod yubormasdan va kod yozmasdan kirish haqida bo'lib o'tadi. Ba'zilar masalan siz Telegram kirmoqchi bo'lsangiz nomerni yozasiz, kod yuborasiz. Kod borgandan keyin kod tasdiqlash kodini yozasiz. Keyin nima bo'ladi? Bugungi videoda esa buni hech qanday kod yozmasdan, yubormasdan qilish ilojini topdik va o'shani sizga ko'rsatib chiqamiz. Videoni boshlashimdan avval shu videoga bitta like bosib, обязательно obuna tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Iltimos sizlardan birinchi 100 ta obunachi yig'ishimizga yordam beringlar. Meni kanalim Sardor Vlog Uz. Mana shu kanalni do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Iltimos sizlardan like, podpiska, mendan esa ajoyib kontentlar. Men videoni boshladim do'stlar. Play Marketga kirib, Telegram messengerini yuklab olgandan keyin yuklab olasiz. Bizga aynan imенно mana shu Telegram kerak bo'ladi ilovasi. Telegramga kirasiz, kirgandan keyin nachat opsiyasini bosasiz. Keyin mana shu tepada ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda stranu, davlatni qo'yasiz. Keyin mana bu yerda nomer yozish joyi bor. Bularga hech nima qilmaysiz. Tepada ko'rgan bo'lsangiz, 3 ta znaklar bor. Mana shu znaklardan oxirgisini tanlab olasiz. Oxirgisini tanlagandan keyin sizga skaner beradi. QR kod. Mana shuni skaner qilishingiz kerak. Buni qayerga skaner qilaman degan savol tug'ilishi mumkin. Buni telefonni o'zida bo'ladigan yo Wi-Fi ni skaner qiladiganlar orqali qilmaysiz. Siz qaysi akkaunt yo o'zingizniki yo do'stingizniki yo boshqa odamniki kerak bo'lsa akkaunt, o'sha akkauntga kirasiz. O'zi buni ham ko'rsataman. Akkauntga kirasiz, pastda nastroyka bo'limi bor. Nastroyka bo'limiga kirasiz. Kirgandan keyin pastga tushasiz. Telegram premium olish joyi bor. O'shandan tepasida tilni o'zgartirish va undan tepasida qurilmalar, rus tilida esa ustroysi. Mana shuni bosasiz. Bosgandan keyin qaysi qurilmalarda bu akkaunt bor ko'rsatadi. Uni tepasida esa подключить устройство degan joyi bor. Ingliz tilida description nimadir edi. Mana shunga bosasiz. Bosgandan keyin sizga skaner beradi. Mana shu skaner orqali o'sha berilgan QR kodni skaner qilasiz, keyin o'zi avtomatik kiradi. Mana shu berilgan QR kodni skaner qilasiz, bo'ldi. Avtomatik o'zi kiradi. Hech qanday sizdan kod, boshqa narsalar so'ramaydi. Agar videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, shu videoga bitta like bosib do'stlar, shu videoni do'stlarga yuborib qo'yamiz. Sizlardan like, mendan ajoyib kontentlar, keyingi videolar nima haqida bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Hammaga rahmat. Xayr.